Narxlar bu joyda vashcha arzon ekan. Mana shu futbolkalar narxi 13 ming so'mdan ekan. Bu narxlar Qo'qonda Charxiy savdo markazi ichida yangi ochilgan Sulola tekstil magazini ichida. Bu joydagi kiyimlar rostdan ham arzon ekan. Masalan, mana shu qizlar uchun mo'ljallangan futbolkalarning narxi ham 13 ming so'mdan ekan. Shunaqa ballar uchun mo'ljallangan teppa-past kiyimlar narxi 15 ming so'mdan ekan. Ayollar uchun shunaqangi uy uchun mo'ljallangan kiyimlarning narxi 20 ming so'mdan ekan. Do'kondagi eng qimmat narsa shu brije ekan. Narxi 25 ming so'm ekan. Bu shortining narxi bo'lsa 20 ming so'm ekan. Eng qimmati ham arzon ekan-u. Xullas bu yerda deyarli barcha turdagi kiyimlarni, ayollar hamda erkaklar uchun futbolka, ayollar pijamasi, bolalar uchun kiyimlar, erkaklar hamda ayollar uchun juda ko'plab turdagi kiyimlarni atiga 5 ming so'mdan 25 ming so'mgacha xarid qilishingiz mumkin. Bundan tashqari bu yerdagi mahsulotlar 100% paxtadan tayyorlangan bo'lib, tanaga yoqimli, qulay va kundalik foydalanish uchun juda ham mos qilib ishlab chiqarilgan. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi profil hamda nomerlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Ko'rib turganlaringdek yuklari yetarlicha bor, bemalol kelishlaringiz mumkin. Shunaqangi foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun menga obuna bo'lishni unutmang.